Shunchalik ham kech qolasanlar, marras. Aka, bemor qayerda? Bemor davlenasi oshib yotibdi onami. Tez uyga. Agar onamga bir nima bo'lsa, yuzingni eslab oldin. Javob berasan. Aka, onaxonning ahvoli yaxshi. Sog' bo'ling. Aya, tuzingmisiz? Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Yaxshiyam tez yordam bor ekan. Bo'lmasam bilmasdim nima bo'ladi. Shularni ham boriga shukr. Ayrim odamlarda muomalasini deb ishlagin ham kelmay qoladi. Asosiysi onaxonda hayotini saqlab qolishga sababchi bo'ldik-ku. To'g'ri aytyapsan. Ba'zi bir bemorlarni yaqinlari sulagindan o'tkazib yuboradi-da. Yoshki jon beruvchi yoki jon oluvchi bizdek. Bu narsa yaratgan hal qiladi-yu. Bolalar, kayfiyatimizni tushirmaylik. Eng asosiysi vazifamizni bajardik. Keyingi chaqiruvga ketdik bolalar.